Qandaydir giyohga o'xshayapti o'rtoqligidan, balki ko'k choymi? Bo'ldi-da endi komandir, bu spektaklni bas qiling. Bu yana nimasi, ahmog'ingni topib oldingmi? Borib qara, kolxozingdagi traktorchilarga tashlab qo'yarsan. Qani, mahkamaga boramizmi? 12. Nima muammo? Menda-ku muammo yo'q. Sizlarning muammoingiz bor. Giyoh tashiyapmiz. Xo'p, shu joyni o'zida jarima to'laylik. Tamom. Ma. Jarima to'langan ekan. Ortiq ushlab turmayman. Ko'rsa, soqqa qayerdan chiqib qoldi? Yo'q, hech narsa demoqchi emasman, lekin benzin quyish chog'ida pul juda zarur edi. Axir po'sti xitlar tunab ketdi deganding-ku. Mana bu boshqa gap. Pulni sen olib qo'yganmisan? Yo'q. Voy, iflosi. Barakalla. Bu aqlli kallangga qanday keldi, og'ayni? Nima qilay? Uzoqdan ifloslik qilayotganini ko'rib turibman. Shunda zo'r g'oya keldi. Bir poplaymi shularni dedim. Lekin bu xitlar umuman haddidan oshdi. Formani kiyib olish deganini qiladi.